Shabobaka qabla haramik. Yoshliging g'animat bil, qarilik kelmasdan oldin. Yoshliging g'animat bil, qarilik kelmasdan oldin dedilar. Yoshlik Alloh taoloning ulug' ne'mati. Lekin afsus, bu ne'matni qadriga yoshligimizda yetmaymiz. Mana bu katta xato. Juda katta yutqazish. Bu ne'matni qadriga yoshlikda yetish kerak. Yoshlikda belda quvvat, bilakda quvvat bor. Ko'p imkoniyatlar bor. Qariganimizda ana shu imkoniyatlardan uzilamiz. Keyin afsusni foydasi yo'q. Ana shu imkoniyat bor paytda harakat qilib qolish kerak. Zehndan, xotiradan foydalaning. O'qing. Ilm oling. Al-hifzu fis-sighar kan-naqshi 'ala al-hajar. Yoshlikda yod olingan narsa xuddi toshga naqsh o'ygani kabi. Al-hifzu fil-kibar kan-naqshi 'ala al-ma. Qariganda yod olingan narsa suvga naqsh o'ygan bilan barobar. Yoshlik o'tib ketmasin, o'qing. Qo'lga kitobni oling. Uning o'rniga bugunchi. Bugun yoshlarimiz nima bilan band? Aksariyati virtual hayot. Aksariyati butun dunyo mubtalo bo'lgan dard, internet dardiga mubtalo bo'lgan. Shu bilan umr o'tib ketyapti. Shu bilan essiz yoshlik o'tib ketyapti. Shu bir tikilgandan ertalabdan kechgacha tikiladi. Ertalabdan kechgacha qancha oyat yodlash mumkin? Qancha kitob o'qish mumkin? Telefonga bir tikiladilar, shu bilan umr o'tadi. Yoki o'g'illarimiz kechasi internet klublarga borib kirib oladi. Kechasi bilan uyimizga kelmadi. Essiz yoshlik, essiz umr.